Bugun biz chanoq o'lchovlari haqida tanishib chiqamiz. Chanoq o'lchovlarini o'lchashimiz uchun bizga tazomer asbobi kerak bo'ladi. Tazomer uchlarini xuddi mana shu ko'rinishda ushlab olamiz, ya'ni bosh va ko'rsatkich barmoqlarimiz orqali. Qo'lni biz kushetkaga chalqancha holatda, demak, yotqizdiramiz va ayolga nisbatan biz uni o'ng tomonida, demak, turishimiz kerak. Tazomerni shu holatda ushlaganimizdan keyin ko'rsatkich barmoqlarimiz orqali paypaslab o'lchash nuqtalarimizni aniqlab olamiz. Birinchi o'lchash nuqtamiz bu distansiya spinarum, ya'ni yonbosh suyaklarining oldingi, yuqori o'siqlari o'rtasidagi masofa. Normada 25-26 sm ni tashkil qiladi. Ikkinchi ko'ndalang o'lchamimiz bo'lsa, bu distansiya cristarum, ya'ni bu yonbosh suyaklarini, demak, eng olis nuqtalari o'rtasidagi masofa. Tazometrimizni uchlarini mana joylashtiramiz. Normada bu 28-29 sm ni tashkil qiladi. Uchinchi ko'ndalang o'lchovimiz bu distansiya trochanterika. Uchinchi ko'ndalang o'lchovimiz bo'lsa, bu son suyaklarini katta ko'stlari o'rtasidagi masofa hisoblanadi. Bu normada 30-31 sm ni tashkil qiladi. Chanoqning endi oxirgi 4-o'lchovi bu to'g'ri o'lcham, ya'ni conjugata externa hisoblanadi. Tazometrimizning bir uchini, demak, simfizga va ikkinchi uchini esa Mixailskiy rombiga qo'yib o'lchaymiz. Normada bu o'lchovimiz 20 sm ni tashkil qilishi kerak.